Erkakka sevgi vobsheta kerak emas. Erkakni sevmang. Tushunyapsizlarmi? Erkak kishi sevgiga muhtoj bo'lmaydi hech qachon, lekin ayol kishini faqat sevish kerak. Sevgini darajasini oshirib borish kerak, foizini oshirib borish kerak. Nima uchun? Eshiting, keltirib beraman. Agar ayolini sevadigan bo'lsa, oila 100% oila bo'ladi, baxtli oila bo'ladi. Yaxshi ko'rgan erkak ayoli bilan ajrashmaydi, xiyonat qilmaydi, vaqtida mehr, oqibat, muhabbat hammasini beradi. Sevsa, xotin sevsa-chi. Ayol erini sevadigan bo'lsa, bu nolga teng. Minglab ayollar erini sevadi, lekin ajrashib ketyapti. Nima uchun? Ayolning sevgisi qadri yo'q uyda. Ayol ming sevsin, agar sevmaydigan bo'lsa, xiyonat qiladi, boshqalar bilan yuradi, ajrashib ketadi, mehr, muhabbat hech narsa bermaydi. Shuning uchun erkak kishini faqat tushunish kerak, ayolni esa sevish kerak. Sevganda ham yomon sevish kerak. Ishoninglar, shu qachag'ini chiqarib tashlab sevish kerak ayolni. Lekin erkak kishini iloji boricha bor kuchinglar bilan tushuninglar, uni kayfiyatini, sharoitini, ishlarini, vaziyatini, ichidan nima o'tayotganini his qiling. Unga injiqlik, qaysarlik, unga sog'indim, yaxshi ko'raman, qachon kelasan, nima qilyapsan kerak emas.